Nemis tili o'rganishga qiziqish menda Buxorodalik paytimda boshlangan. Ingliz tilini oz-moz darajada bilardim. Keyin Buxoroda yashagan paytimizda yoz paytida zerikish bo'lgan, nima qilishni bilmaganman. Keyin bir hayolimga kelgan bir boshqa tilda bir o'rganib ko'raymikan degan fikr kelgan. Shunda internetda qidirsam ko'proq so'zlashiladigan til, ya'ni o'sha Yevropada 3 ta davlatda mana shu tilda gaplashilar ekan. Ya'ni Germaniya, Avstriya, Shvetsiya edi menimcha. Mana shu davlatlarda nemis tilida gaplashilar ekan ko'pincha. Shuning uchun mana shunaqa ko'proq foydali bo'lsa kerak mana shu til deb. O'sha paytda oz-moz shunchaki salomlashish, keyin hol-ahvol so'rash, keyin xayrlashish, keyin men, sen, u degan oddiy kishilik almoshlarini o'rgangandim. O'zim internetdan u payt kichkina telefonimiz bo'lardi, J2. O'sha telefondan Telegram kanalda bo'lardi. Telegram kanal bor edi, nemis tili o'rgatadigan. O'shandan ko'rib o'rgangandim oz-moz, qiziqish bo'lgandi. Keyin yana Toshkentga kelgandan keyin abituriyentlik o'sha tibbiyot universitetiga kirishga qaror qilib, o'sha biologiya, kimyo o'qish paytimda menda fikr bo'lganda, o'sha nemis tilini kuchliroq qilib o'qishga davomida, o'sha universitetga kirgandan keyin 1-kurs, 2-kurs davomida nemis tilini chuqur o'rganib, keyinchalik o'sha Yevropada o'sha sohamni kuchaytirish, mutaxassis bo'lish uchun yana bir o'zimga imkoniyat ochish maqsad bor edi. O'sha abituriyentlik davrimda kimyo, biologiya o'qib yurardim. U payt nemis tili o'rganishga, umuman til o'rganishga vaqt yo'q edi. Telefondan ham foydalanmaganman. Telefonim kichkina telefoncha bo'lardi. Faqat uydagilar bilan shu gaplashib turishga katta telefon ishlatmaganman. Shuning uchun til o'rganishga umuman vaqt bo'lmagan. Shuning uchun til o'rganishni umuman to'xtatganman abituriyentlik paytida. Kimyo, biologiya, keyin majburiy fanlardan tayyorlanib, universitetga kirgandan keyin sirasi menga kirganimni eshitgandan keyin menga fikr kelgan. Ya'ni birinchi semestrga o'qishni boshlab, bir haftadan keyin nemis tilini boshlayman degan fikr kelgan, lekin o'qishga keldik, universitet bilan tanishdik, o'sha o'qish boshlandi, kitoblarni oldik, o'qiyapmiz. Shu 1 hafta, 2 hafta o'tgandan keyin menda nima bo'ldi? Birinchi kursni hozir 1-semestrni yaxshi o'qishim kerak, til o'rgansam chalg'ib qolaman degan fikr bo'lgan. Bu qandaydir hozir bahona deb eslayman. Shunaqa bahona bo'lgan. O'sha shuni qilib, shu o'tkazib yuborganman-da. Birinchi semestrda mana shunaqa bahona qilib. Hozir o'qishga ulgurmay qolaman, universitetni fanlarini degan fikr bo'lgan qisqasi. Shu bilan 1-semestr o'tib ketgan. Nemis tilini o'rganmaganman, umuman to'xtatilgan. O'sha oz-moz bir ikkita so'zlarini, gaplarini bilaman. Asosiy, lekin qolgan narsani o'rganmaganman. Keyin 2-semestrdan aniq esimda 12-fevral kuni bir shu Toshkentdagi o'quv markaziga borib, ro'yxatdan o'tib, shu o'qishga yozilib kelganman. Nomini aytishim shart emas. Borganman. A1 darajadan boshidan boshlab o'qishni boshladim. Fevral, mart, aprel, may o'qidim. A2 darajagacha, A2 darajani o'rtalarigacha, shu yozgacha, ya'ni o'sha may oyini o'rtalarigacha A2 ni oxirlariga borib qoldik.
Lekin orada menda yiqilish bo'lgan. A1-2 imtihoni bo'lgan. A1-2 dan A2 darajasiga o'tish uchun imtihon bo'lgan. O'sha imtihondan o'tolmaganman, yiqilganman. Keyin bo'ldi anaqa siz boshqatdan o'qiysiz bu darajani degan. Menga menimcha 3 ball yetmay qolgandi. O'sha keyingi darajaga A2 darajasiga o'tish uchun shunda yiqilganman. Keyin уже короче gruppadan chiqib ketganman-da. Chiqib keyin ana bilan administrator bilan uchrashasiz, boshqa gruppa topasiz deganda men уже menga yoqmagan, A1-2 dan o'tolmaganimga chiqib ketganman. Chiqib keyin orqaga qaytayotganda o'sha chiqib ketayotganda bir o'zimga eslatma sifatida video olib qo'yganman. Bugun nemis tili o'quv markazidan A1-2 daraja imtihondan o'tolmay imtihondan o'tolmadim va javobi chiqdi bugun. 3 ball yetmagan. Bu bilan o'zimni oqlamoqchi emasman, lekin o'zimda aybim to'g'ri. Xullas bu video nima uchun? Bu video inshaalloh Germaniyada B1, B2 C1 daraja bilan meditsina institutida grant asosida o'qiyotganimda bo'ladi isbotli bergandim. Mana shu videoga azart bilan yozilgan video edi. O'sha videodan keyin shunaqa bo'ldi. Shu may oyi tugagandan keyin, ya'ni 2-semestr bo'ladi universitetda. Imtihonlar bor edi. Yetarlicha ko'p imtihon bor edi, qiyin fanlardan. O'sha fanlardan o'tishlik uchun to'xtatib turganman. Nemis tili o'rganishni. O'sha imtihonlardan yaxshi o'tib olib, keyin yoz keldi. 3 oy davomida nemis tiliga bormadim, hech qayerga qatnashmadim. Faqat YouTube orqali ozmozdan video ko'rib, o'rganib, so'zlar yodlab yurdim yozda 3 oy. Bekobodda o'tdi chunki yozim, birinchi kursni yozi. Nemis tilidan uncha vaqt ajrata olmadim. Vaqt ajratdim-u, lekin o'zim o'rganganim uchun effektivnosti kam bo'ldi deb o'ylayman. Lekin so'zlar yodladim, gaplar, har xil videolarni ko'rib eshitdim, ancha eshitish qobiliyati, ya'ni xo'rin deydi, mana shu oshdi deb o'ylayman. Eshitib tushunish qobiliyati. Mana shunaqa yoz davomida shunday o'tdi. Keyin ikkinchi kurs boshlanishidan borgan kunim, ikkinchi kursni birinchi kunida borgan kunim shu universitetni darslaridan chiqib to'g'ri bir boshqa o'quv markaziga borib ro'yxatdan o'tib qo'ydim. Keyin o'sha o'quv markazi, yangi o'quv markazida o'qishni davom ettirdim. Hozir mana shu jarayondaman. Hozir B1 darajani tugatdim. Bu B1 darajagacha yetib kelish yo'limida mana shunaqa paytlar bo'lgan. Mana shunday o'qib, tayyorlanib YouTube orqali asosan ingliz tilida nemis tilini o'rgatadigan kanallar bor. O'sha kanallar orqali nemis tilini, so'zlarni, gaplarini, shu kerakli joylarini yodlab, eshitib tushunish qobiliyatlarini ko'tarish uchun ko'proq kino ko'rib, serial ko'rib, videolar ko'rib, ularni tarjima qilib shunaqa o'rganishga harakat qilganman. Hozir B1 darajasini tugatdim. O'qish jarayoni juda yaxshi ketyapti. Tayyorgarlik ketyapti. Demak, shu paytgacha hozir hisoblaydigan bo'lsam, fevralda 12-kundan borgan bo'lsam, birinchi marta o'quv markaziga, o'sha fevral, mart, aprel, may 4 oy, yoq bilan 4 oy. Keyin hozir mana sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 8 oy. 8 oy bo'ldi. B1 darajani
tugatdim. Bu o'qish bilan birgalikda ketyapti. Shuni ham hisobga olishim kerak. Ya'ni universitetda semestr imtihonlari bor. O'sha semestr imtihonlaridan o'tish kerak. Yaxshi baholarga o'tish kerak. Fanlarni har bir fanda, tibbiyotni har bir fanini o'zlashtirish kerak. Shular bilan birgalikda 8 oyda B1 darajani tugatib, shu B2ga endi o'tdik. Shunaqa meni nemis tili o'rganishni o'zimni hikoyam, o'zimni shunaqa yo'lim shuni sizlar bilan bo'lishim keldi. Menga foydali bo'lgan kanallarni o'zimni Telegram kanalimga o'sha nemis tili bo'yicha, nemis tilini o'rganish bo'yicha qanday manbalardan foydalanaman, qaysi YouTube kanallar, qaysi manbalardan foydalanaman, shu haqida Telegram kanalimda bo'lishib qo'yganman, post joylab qo'yganman. Bemalol ko'rib, pastda linkdan ko'rib kuzatishinglar mumkin, o'rganishinglar mumkin. Yana hozir yangi bir kanal yurityapman. Bu tibbiy nemis tilini o'rganish bo'yicha, ya'ni kelajakda hozirda tibbiyot talabasi bo'lib yoki abituriyent bo'lib, tibbiyot universitetiga harakat qilayotgan abituriyent bo'lib, kelajakda Germaniyada, shu Yevropadagi nemis zabon davlatlarda o'qib, o'sha yerda malakasini oshirmoqchi bo'lgan, mutaxassis bo'lmoqchi bo'lgan talabalar yoki abituriyentlar uchun yangi bir Telegramda kanal ochganman. O'sha kanalga kirib biliminglarni oshirishinglar mumkin. Yo'li nima bo'ladi? Tibbiy nemis tili terminlarini o'rganamiz. Seriallar, tibbiyotga oid, klinikalardagi, больницаlardagi shifokor o'rtasidagi, shifokor bemor o'rtasidagi suhbatlar. O'sha suhbatlarni qanday so'zlarda ishlatiladi, qanday gaplardan foydalanadi, shu haqida shunaqa terminlar, gaplar, frazalarni bo'lishib yozib post qo'yib boryapman. Kirib kuzatishinglar mumkin. Keyinchalik yana u kanal bo'yicha rejalarim tibbiy nemis tilida, ya'ni Germaniyada shifokor bo'lib ishlamoqchi bo'lgan o'sha bakalavr yoda imtihon bo'ladi. Tibbiy nemis tilini qanchalik bilish darajasini aniqlash uchun, o'shaning uchun savollari bor, qanday javob berishlik kerak, shu haqida ham o'zim video darsliklar tayyorlamoqchiman, postlar joylab bormoqchiman. Shu bo'yicha ham shuning uchun agar kelajakda mutaxassislik bo'lishni, o'sha nemis zabon davlatlarda davom ettirmoqchi bo'lgan talabalarni, abituriyentlarni shu kanalga taklif qilib qolaman. Ko'ringlar, obuna bo'linglar. Shunaqa meni nemis tilini B1 darajagacha chiqishim hikoyasi mana shunaqa edi. Shularni bo'lishmoqchi edim. Sog' bo'linglar. Keyingi video kontentlarda ko'rishguncha.